Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Hop, bu galgi videoroligimizda sizlar bilan Workatagek saytini ko'rib chiqamiz. Bu saytimiz orqali sarmoyasiz ravishda pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Umuman sarmoya kiritmasdan ham ishlasak bo'ladi do'stlar. Hop, sayt mazza kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishingiz mumkin. O'tganlaringda skachati предложение bor. Предложениесі orqali o'tsalaring osonroq. Menda предложениесі ishlamayapti nimagadir. To'g'risi topolmadim sababini. Bir obunachimiz so'ragandi, qanday qilib Odnoklassnikini ulasak bo'ladi deb. Shunga harakat qilib ko'rdim. Предложениесі osonroq edi. Menda предложениесі ishlamayapti bu dasturni. Hop, ungacha yana bir harakat qilib ko'ramiz. Yana Odnoklassnikni ulashni ham ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Hop, настройкасini bossak, Odnoklassniki chiqdi. Podключить tugmasini bosamiz, настройкаdan ulasak bo'lar ekan. Hop, do'stlar, biz stranamizga to'g'ri kelmaydi menimcha. Siz qayerda bo'lsangiz yoki telefoningizni stranasini o'zgartirib turib harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu yerdan bossangiz o'zi avtomatik tarzda Odnoklassnikka olib o'tadi sizni va o'zi kerakli narsani aytadi. Bu yerda yozuv chiqadi nima qilishingiz haqida do'stlar. Shundan so'ng o'tishingiz mumkin bo'ladi. Hop, do'stlar, biz ishlashimiz uchun zarovativ bo'limiga o'tamiz. Bu yerda do'stlar TikTok orqali va kontakt orqali ko'proq keladi va vazifalari ham yaxshi pul beradi do'stlar. VKontakteni ulash oson, nomeringizni kiritasiz. O'sha email IDingiz bo'ladi VKontaktida. Ana shu IDni kiritishingiz kerak bo'ladi. Hop, mana bu yerda bossangiz o'zi rekomendatsiya chiqadi. Mana shu 3 ta nuqtadan bu yerdan profil bo'limi, настройка bo'limiga o'tib o'zingizga kerakli bo'lgan nomeringizni kiritasiz do'stlar. VKontaktga kiritasiz. Shundan so'ng проверять tugmasini bosamiz. Bizning hisobimizga qo'shiladi do'stlar. Hop, bu yerda настройка bo'limidan VKontaktni ko'rib chiqamiz. Mana hop, admin qilasak yana boshqatdan o'zgarib ketadi do'stlar. Hop, TikTokda ham YouTube'da ham xuddi shunday kanalingiz simkasini olasiz va bu yerga ism yozasiz va kanalingizning nomini yozasiz va simkani qo'yasiz do'stlar. Twitterda ham xuddi shunday, Odnoklassnikda ham xuddi shunday bo'lish kerak. Men Odnoklassnikni ulab ko'rmadim. Hop, bu yerda Telegramda ham bor do'stlar. Telegram nikingizni bu yerga yozasiz. Bo'ldi do'stlar. O'zi avtomatik tarzda sizga принят yuboradi. Shu принятni bossangiz Telegram kanalingiz ham ulanadi do'stlar. Boshqa ulaydigan narsa yo'q. Mana bu qura bizda ishlamaydi, yaxshi ishlamaydi. Asosan bizga mana shu VKontakti kerak bo'ladi do'stlar. VKontaktda vazifalar ko'p keladi va oson do'stlar. Shunchaki like bosasiz, post tomosha qilasiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa talab qilinmaydi do'stlar. O'zi avtomatik tarzda hisobingizga qo'shilib boraveradi. Eng osoni VKontakt do'stlar, hech bloklab ham qo'ymaydi. Mana ko'rib turibsiz, o'zi avtomatik tarzda yana ko'payib boraveryapti do'stlar.
sizga qulayi mana shu. Eng qulayi mana 22 rubl bo'ldi do'stlar. Pul chiqarishimiz uchun do'stlar. Hop, bu yerdan payerni tanlaymiz. Payer ham yoningizga kiritasiz do'stlar. Va 22 rubl yozamiz bu yerga. Hop, bu yerga payer ham yozasiz. Do'stlar, elektron manzilingizga xabar boradi. Shu kodni kiritishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Mana o'zi kod keldi. Mana shu kodni kopirovat qilib kod bir marta ishlaydi do'stlar. Отправить kodni bosamiz. Nimaga yechilmadi? Hop, 22 rubl. Kod podключить. Yangi kod keldi. Bu yerga kod kiritamiz do'stlar. Отправить bosamiz. Nimaga bu? Voy bo'lyapti. Hop, yana kod bo'ladi. Hech bunaqa bo'lmasdi. Hop, отправить kodni bosamiz. Yana bir bor. Yangi kod kelgan bo'lishi mumkin. Отправить kodni bossak, bizga kod kelyapti tinmasdan. So'zda zaявкani bosamiz do'stlar, uzr. Kod jo'nataveribmiz. Do'stlar, pulimiz yetib keladi inshaalloh. Bu yerdan istoriyani ham ko'rishimiz mumkin. Qayerdan ko'rar edik? Platajda bosamiz. Mana do'stlar, uzog'i bilan 1 kun yo 2 kun, uzoq ketsa 4 kunda tushadi pullarimiz do'stlar. Hech ham xavotir olmang, bundan barchasi to'lab kelinmoqdadir. Bundan ancha pul chiqarib olganman do'stlar. Dasturni barchangizga taklif etaman. Odnoklassnikini ham mana shu tarzda ulashingiz mumkin. Men dasturni ham to'g'ri kelmaganligi uchun ulay olmadim. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Podключить. Mana shuni bosasiz. Bizning stranamiz to'g'ri kelmaganligi sababli ulamayapti do'stlar. Hop, hozirgi videorolikimiz shundan iborat edi do'stlar. Barchangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videorolikda ko'rishguncha do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xursand bo'lamiz.
Buni do'stlar mana shu videoni videotariglikda ishlayap turgan do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz ham yaxshi bo'ladi.